Olib ketgan xotin. Mang, oling zaharchangizga yeng. Rahmat xotin. Shuni uyda ham pishirib berdim-ku. Sen uyda bunaqa osh qila olmaysan. Agar 1 gramm qoladi shu oshdan, og'izginangizni ayiraman. Tushundingiz? Qolmaydi. Chiroylisan oydayin. Yomon ketadi bu xotin. Ana endi bu osh. Tegma. O'zim yeyman. Ana ichaman ana. Kola nima uchun? Kolaga pul qayda? Xotin uraverma. Ha. Kolaga pul shart emas. Bu yerda o'zi 3 bo'lsa osh yesang bitta kola qo'shib beradi. Balo senga nima urasan mani? Ha, dadasi, osh qanday ekan? Xotin oshiga gap bo'lishi mumkin emas. Haqiqiy sofi osh. Yegan sari yeging keladi. Bedana tuxumchasi, qazichalarni aytmaysanmi? Manzil xeyri dadasi, onam olib kelaman. Onangga Ha? Manzil Qorako'l tuman elektroseti ro'parasida sofi osh. Menga qara, o'zi porsiyasi 35 ming so'm. Xohlasang pastdagi nomerlari shunday telefon qilasizlar, dastlabki xizmatlari ham bor. Tushundingmi? U ham olib ketaylik dadasi. Yur hay, u ham olib boraylik.